Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve men tabi'ahu bil ihsani ila yevmiddin ve selleme teslimen kethira. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilgan Rabbimiz subhanahu ve ta'alaga hamd sana maqtovlarimiz bo'lsaydi, hamda uning suyukli payg'ambarina Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga ko'ngil turlari bizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishib tursaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, Alloh taala shu Ramazon oyin bizning uchun muborak qilsaydi. Alhamdulillah, Alloh taala bizni shu oyga erishtirdi. Abid sahabalar nishik rivoyat qilina, Ramazon oyi o'tib ketgach, yorti yil duo qilganlar Alloh taala shu oyda qilingan duolarin, g'ibodatlarin qabul etsin uchun. Yorti yil duo qilganlar g'ibodatlarini qabul etsin uchun. Onlarsin qolgan yorti yilni ular duo qilganlar Ramazonga erishtirsin uchun Alloh taala o'zlarin. Ya'ni yorti yil bo'yina sahabalari, payg'ambarning sahabalari duo qilganlar, ey Robbim, bizni Ramazon oyina erishtir deb. Ni uchun ular shu qadar uzoq vaqtlar duo qilganlar Ramazon oyina erishtirsin uchun deb, chunki sahabalar ular endi Ramazon oyining fazilatin, uning qadrini bilganlar. Biz endi u qadar bilmaymiz. Ana shu Ramazon oyining fazilatlarini, qadrini u qadar anglamaymiz. Endi payg'ambar yonida tarbiyalangan sahabalar ular bek yaxshi anglaganlar fazilatin, Ramazon oyining fazilatlarini. Endi Ramazon oyining fazilatlari bek ko'p. Eng birinchi fazilati Ramazon oyi ul Qur'on oyi. Ramazon oyida Qur'on indirildi. Allah subhanahu wa ta'ala bir oyatda aytadi: "Shahru Ramazanallazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah taala aytadi, shu Ramazon oyida Qur'on indirildi. Hidayat bo'lgan, Furqon bo'lgan Qur'on Karim indirildi shu oyda. Ham shuning uchun Ramazon oyi qolgan oylarda, qolgan oylarning sultoni bo'ldi. Ya'ni Qur'on indirilgan oy o'yinda sulton bo'larga loyiqli. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu oyda Qur'oni Karimni bek ko'p o'qigan, hamda sahabalarni o'qitgan, ham oilasini amr etgan, shu Ramazon oyin Qur'oni Karimni o'qib, Qur'onni o'rganib, namozlarida o'qirga, endi shu Ramazon oyida amr etgan o'zlarini. Hamda endi Jabroil alayhissalom, farishta Jabroil payg'ambarga ingib, payg'ambar bilan shu oyda Qur'oni Karimni to'liqsincha o'qib chiqqan, xatm qilgan har Ramazon oyida. Shuning uchun bizga da endi payg'ambarimiz misol bo'lib turadi. Bu oyda biz sizning bilan Qur'oni Karimni xatm shig'irga, Qur'oni Karimni o'qirga, tinglarga, hamda tafsirini o'rganirga Alloh taolo bizga nasib va muyassar qilsa edi. Shulay endi Ramazon oyining fazilatlaridan birisi ul da bo'lsa Allohning yorliqovi har bir kishiga erishadigan shu oyda. Alloh taolo yorliq shu gunohlarni yorliqar uchun shu yorliqovning sabablarini shashib qo'ydi bizga. Ul Qur'on Karim o'quv bo'lsin, ul zikrlar bo'lsin, ul duolar bo'lsin, ul qolgan shu ibodatlar bo'lsin, tungi tarovih namozlari, tungi tahajjud namozlari, nafil namozlari biz ul endi Allohning yorliqovina bir sabab bo'lib turadi. Ul sabablar. Shuning uchun biz shu sabablarni fursat etib qo'llanirga tiyishmiz. Hamda endi shu fursatlarni qo'llanib Allohning mag'firatini erishirga tiyishmiz. Shulay endi shu Ramazon oyida hadisda keltirilgancha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Shahru Ramazon, idza jaa Ramazon futtihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidatit shayatin." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyi yetsa, jahannamning qopqalari yopilib qo'yiladi. Hamda endi jannatning qopqalari ochiladi, hamda endi suffidatit shayatin, shaytonlar shilbirlarga bog'lanalar. Shilbirlarga baylanib qo'yiladi. Ni uchun? Chunki Alloh taolo bizga endi yengillaytirga tilik. Shaytonlar ular endi gunohga undilar. Gunohga undilar, vasvasalilar kishilarni qolgan oylarida, endi shu oyda Alloh taolo ularni yo'q etadi. Bizning endi qiribizdan ularni olib qo'yadi. Shuning uchun Alloh taolo bizga yengillaydi. Ey adam bolalari, men sizning uchun shaytonlarni olib qo'ydim, jannatning qopqalarini ochdim, jahannamning qopqalarini yopdim, g'ibodatlarni ko'proq qilasiz. Ham shu Ramazon oyining fursatidan
кулланып инде минем мәгъфиратыма, минем рәхмәтемә ирешергә тырышыгыз ди Аллаһ Тәала. Шуның өчен Аллаһ Тәала шушы айны безнең өчен мөбарәк кылып, инде аның мәгъфиратына, рәхмәтенә ирешергә бер сәбәпче кылса иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.